Otni o'rta oyog'i o'tirni bir 8 kuncha olib ber, darmaga yet. Hadi ishqidirolman, ko'rib, bekor o'tiribman men. Qarra tekin qur. Ishtob. Zavq kelgan ekan, tuxumini ko'tarib, elektromobil olibdi. O'sha ruscha qilib, men xitoycha tushunmayman dedi. Men ismini olib qoldim. Bo'ladimi, nima deysiz? Ama motoristman dabbi, yana nimani boshlading, halokat? Hadi psixanot qilmang, buni temani yopib boramiz, bitta normalniy joyi bilaman. Normalniy foydaga kirib olamiz. Qaralakka o'xshamasa, man asbob bilasan-da mazasini. Hadi, kranak mashina o'zingizga, kirganda o'zingizga kambag'alligi savoling. Tanchani programmaga zashita qo'ymasin. O'zi itak bedniyagalamiz hozir kirib gaplashib chiqaman qo'ldan kelgancha minimalniy mizer qilib. Bolam, sanlarni eshitib indeksga o yerkidan kelyapman. Xitoylik mashina olgandim. Aqling yetsa ruscha qilib ber, bolam. Otaxon, u yog'idan xavotir olmang. Xitoy mashinalarining hammasiga rus tili, navigator, YouTube hamma kerak bo'ladigan programmalarni biz qilib bera olamiz. Bolam, men kliplarni ham 5-6 tasini tashlab qo'yarsan. Yoqadi menga kliplar. Eting zashita qo'ymasin tamam. Bosing. Otaxon bo'ldi, hamma narsani cho'tga qilib qo'ydim. Ruscha birlashgani, ana aytgan narsangizni ham tashlab qo'ydim, otaxon. Bolam, tuppa-tuzuk bola ekansan. Ana kirisa o'g'lim, mana fayllaringni kirisani qilgani keluvdi. Bir kod-mod qo'yib qo'ya olasanmi? Otaxon, bizda hamma programmalarimiz zashita qilib qo'yilgan. Bolam, ibratli gapirishni yorvorar ekansan. Lekin anu kirisani qonida bor kirisalik. O'sha pampda programmalarni uchib bo'lgan. Sog' bo'lasan.